Barchaga assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Xitoybidik kuzatib yurgansiz barcha do'stlar. Xo'p, anchadan beri lirik chekinish, boshqa ishlar bilan band edik. Tayyor 100B plazma rez kelgan bizga remontga. Xullas chiqishi yo'q. Mana ichki holatlari. Remontga kelganida hozir tekshiruv jarayonida. Pojig bermayapti. Hozir yoqib tekshirganimizda уже chiqish yo'q. Shuning uchun hozir tekshiryapmiz do'stlar. Ko'pincha kabellardan ham bo'ladi, lekin hozir bu yangi kabel qo'yib ispitat qilib tekshirib ko'rdik. Kabeldan ham chiqmadi. List kesish uchun plazma rez tayyorligi. Mana do'stlar, ichki konstruksiya. Ular buni o'zida kompressori bo'ladi, lekin bunda hozir kompressorni to'shgan tashqari holatdagizi. Hozir yoqib sizlarga ko'rsataman bu qota. Bu apparat 380 da ishlaydi. Juda ham xavfli, shuning uchun tavsiya remont jarayoni xushyor bo'lish kerak 380 da. Xo'p, mana hozir buni bilganimiz bilan baribir chiqishida tok yo'q, chiqish yo'q olib qo'ygan. Egasini aytish bo'yicha orada chiqib chiqmay shuna holat bo'lyapti dedi. Havo o'lyapti. Ko'rgan bo'lsak, lisensionni o'zini podjiga bor, podjig yo'q. Chaqmayapti, lekin ham effekt yo'q hech qanaqasiga. Hech holo yo'q. Mana plazma rez. Xo'p, ikkita to'rtta bu tik knopka fiksatsiyaniki round. Hozir buni tekshiraman. So'ng remontini qilib sizlarga bir qadar yoqishini ko'rsataman do'stlar. Ichkarida ishi bo'lishi kerak. Xo'p, do'stlar, tayyorda plazma rezi yaqinroqda. Remont jarayoni tugadi. Hozir ispitat qilib tekshirib ko'ramiz. Do'stlar, tayyorda plazma rez remont tugadi. Hozirgi davom Polshiga ketib qolgan ekan, Polshiga almashtirdik. Qolgan yog'i sohilada joyi. Apparat tayyor. Sizlar